qiz bola boyagi aytganday nima uchun ko'chada boshqalarni mehri bilan mehriga zor bo'lib o'tiribdi? Chunki ota mehr bermagan. Ota o'sha qizim, eng go'zalim sensan, onamsiz deb mamnaqa qilib gapirmagan. O'sha olib keladigan podarkasini bermagan. Sovg'alarni bermagan. O'sha sovg'alarni agar ota qanchalik ko'p qilsa, o'sha qiz bola shunaqangi mag'rur, shunaqangi bir o'zini ehtiyot qilib katta bo'ladiki, ko'chadan hech nima olmaydi begonalardan. Chunki biladi u nima ekanligini. Biz bunaqa qilmayapmiz, ming afsus. Rivojlanish bo'lyapti. Qiz bolalar o'sha internet deganingizdek hamma narsani ko'rib katta bo'lyapti. Demak, biz o'shanga tayyor bo'lishimiz kerak. O'sha ota olib kelsin, o'sha sovg'asini bersin, onasiga qo'shib, qiziga olib kelsin. Voy ustoz o'qituvchi bilan boshladik-ku, lekin to'g'ri o'qituvchi bilan tarbiyaga o'tib ketdik, chunki oila bu tarbiya o'chog'i. O'qituvchi unga ko'makdosh. O'sha uchun biz o'qituvchini nabarot aytadi-yu, o'qituvchini qo'llarini o'pishimiz kerak. Chunki farzandimizni to'g'ri yo'lga chorlab beryapti.